La ilaha illalloh kalimasini aytuvchilar uchun o'lim paytida hech qanday qo'rqish yo'q. Bu kalimaning fazli, ya'ni hammasi bu Alloh lafziga borib taqalyapti. Mana bu kalimaning fazillaridan biri, kim la ilaha illalloh kalimasini aytadigan bo'lsa, o'lim payti qo'rqmas ekan. Chunki aytiladiki, la ilaha illalloh kalimasini aytuvchilarning sur chalinganida sochlaridan tuproqni qoqishayotganini ko'rib turgandekman. Ular Allohga hamd bo'lsin, bizlardan qayg'uni aritdi deb rivoyat keltiriladi. Demak, kimki mana shu kalimani ixlos bilan, muhabbat bilan, chin dildan, samimiyat bilan aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida eng dahshatli kunda barcha maxluqot va mavjudotlar, xususan insonlar qayta tiriladigan kunlarida sochlaridan tuproqlarni qoqayotgan paytlarida Allohga hamd bo'lsin deb qayta tirilar ekan. Nimaga hamd bo'lsin? Chunki barcha qayg'ularimizni Alloh taolo aritdi. Qiyomatning dahshatlaridan bizni hifz himoya qildi. So'roq savollarimiz yengil va oson bo'ladigan bo'ldi. Bizni jannat ne'matlari bilan mukofotladi. O'zini roziligi bilan mukofotlayapti. O'zini inshaalloh jannatda jamolini ko'rsatishlik ne'matiga musharraf qiladi degan ma'noda hamdu sano aytib tiriladigan insonlar bu la ilaha illalloh kalimasini astoydil aytganlar bo'lar ekan. Mana shu la ilaha illalloh kalimasi tavhid va islomning shioridir.